Enamol studiyasi, eshit bu sado. Retrodan yangigacha multfilm dunyo. Qalamda chizilgan hayotga kirgan, qalamda chizilgan hayotga kirgan. Har bir kadrimiz mehnatdan chiqqan. Jonli efirlar, o'yinlar navbati, muxlislar bilan tutta barakati. Tutta barakati. Ekranga boq, tushun shunchaki havola emas. Bu bizning hayot boshqacha bo'lmas. Enamol, bu bizning brend. Har bir yo'nalishda o'zgacha trend. Studiyamiz keng, maqsadimiz bir. O'yin bo'ladimi? Hayotmiz sen bil. Enamol, bu bizning brend. Kubok maydoni, mashinalar poygasi. Minecraft teplaklari bizning dunyo silsilasi. UC kerakmi? Elmir xizmatda. Halol va tezkor, har doim nafta. Musiqalarim o'zim bastalagan. Har bir notamiz dildan talangan. Video qildikmi? Demak vaqt keldi. Enamol studiyasi poyga boshlandi. Enamol, bu faqat boshlanishi. Elmir UC servis doim siz bilan. Ekranga boq. Let's go. Assalomu alaykum, Enamol studioning aziz obunachilari. Mana bugungi videomizga xush kelibsizlar. PUBG Mobile bo'yicha. Xo'p, bugun bizda 1099 UC'miz bor. Bunga nima olamiz desanglar, videoni oxirigacha ko'rib tursangiz bilasizlar nima olishimizni. Hozirdan bilmayman. Men shatda opengga boshlayman. Video yozsam tushadi ko'proq narsalar. Shuning uchun sizlar uchun ham kontent bo'ladi. Bizda 9 ta to'rtta bor. Sovrin yo'lini olamiz. Birinchi sovrin yo'lini 500 UC ekan. Uchinchigacha kelibmiz. Davom etamiz. Okey. Ajoyib qaytarmalar. Albatta UC solsanglar, UC 60 UC solsanglar 60 UC beradi. 300 ming 600 UC solsanglar 220 UC beradi. Va shu davom etadi. Bir yana X suitda ochib ko'raylikchi. 10 UC keyin bu safar nima o'chadi? Cat. Qara. Voya. Etat kiyim tangiz. Ana top qo'ydim-ku. Uzr. X bosamiz. Nega yana 10 talik ochmaysiz desanglar, biz bu yerda mana bu Halabedi bor. Meniki quyon. Shuni hali ochmaganmiz. Ko'p ochmaganmiz. 24 marta ochilmagan, bu ko'p ochilmaganda. Uzr. Hop. Yana 23-may oxirgi kuni soat 4 da ketadi. Shunga bitta perepusik bilan bitta 10 talik 260 UC ga ochyapmiz. Qani ket. Voya. Ana senga mana senga quyon. Oho, yaxshi. Okey. Nima bor ekan? Yaxshi, rahmat. X bosamiz. Basalik ketdi. Biz qolgan UC'ga RPda vertolyot bor. Men RP, ya'niki RP vertolyotlardan kolleksiya qilayotganman. Yig'ayotganman. Nechta vertolyot bilan keldi. To'g'ri, va o'yinga kirishimdan oldin ham bergandir. Kirganimdan boshlab yig'ayapman. Ya'ni olish boshlaganimdan boshlab. Biz quyon qaydan ko'rardik? Bu yerda emas, bu yerda qurollar. Mana topdim. Shunday. Quyon. Mana. Quyonga ovqatlanamiz. Undan oldin qanaqa emotsiyalari bor bu yerda? Yaxshi. Bu yerda nima? Yozib qo'yaylik-chi.
Hop, o'chiramiz. Ertaga vaga emas, ga. Yo'q. Ikkinchi o'ntalikda tushdi. Bo'ldi. Joylash. Joylandi. Bizga 10 gayam berdi. Hop, deyishganmidi. Bu yerga qanaqa nom qo'yamiz? Haligi filmdagi Peter. Endi Petermidi yoki uzun quloq Peter. Qanaqa uzun? Qulog'i ham uzunmizinki. Ovqatini nechta beradi? Hammasini berarmikin-a? Hammasini beradi. Sal kamaytiraylik. 20 ta. Bu 23 ta. 23 ta. Ketdi. Hech qancha qolmaysa-ku. Yaxshi, X ni bosamiz. Yana ovqat yig'ilib qolsa beramiz. Kuchaytiramiz. Xo'sh, biz yana nimadir olmoqchi edim. Yig'ilgan narsaga ketyapti. Bitta ochaylikchi. Nima tushar? Yaxshi. Yana bitta. Bitta. Yana nimaga bermayapti birdaniga? Bo'lmabdi. Xo'sh, bu yerda nima bor? Mana 25 ta qoldi. Bitta qurol olmoqchi edim. Qurolga yetarib, keyin ko'raylik nechta qizil almaz ekan. 5 ta ekan. Yana bitta yetmayapti. Yoki 5 ta bo'lagi yetmayapti. Qaytarma yuzi. Ajoyib qaytarmalar. Bitiracharligi. Ketdi. 4 ta bo'ldi ekan. Kichik mayda materialmi? Boshqa hech narsa yo'q ishlatadigan. Bugun qachongalarga hali kelmasga. Qurol qo'yaylik qo'limizga. Lekin meniki depa. Ana. Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb